Telefonda orqa cho'ntagida emas, oldi cho'ntagida olib yurgan erkaklarda o'sha xavfli kasalliklar kuzatilyapti-ku Amerika, Yevropalarda. Nurlansa bizdan ayb to'ngamasin deb oldindan ogohlantirib, oldin olib qo'ygan ekan Apple va boshqa kompaniyalar. Mana nastroykaga kirsak, основныйda astroqqa tushib, правовой informatsiyada radio izluchение, ya'ni nurlanish haqidagi ma'lumotda yozilgan ekan. 5 mm deyapti. Uni 3-4 marta o'qib ham tushunmadim. Shuning uchun buni ChatGPTdan analiz qilishni so'rab berdim. Mana o'zbekchaga ham tarjima qilyapti. Unda ham tushunarsiz endi. Xullas tanaga yaqin tutish ziyonmi desam, ha, nazariy miqdorda ziyon deyapti. Ular endi mana nima qilish kerak? Zarar umuman bo'lmasligi uchun umroq paytida quloqchin ishlating, ya'ni naushnik ishlating deyapti. Telefon tana. Xullas umuman ziyon bo'lmasin desangiz, naushnik ishlating deyapti. Telefonni ko'targuncha dinamikda tursin deyapti. Srazu chaqirishga quloq olib olmang deyapti. Va tanangizga yopishtirib ushlab yurmang, olib yurmang. Iloji bo'lsa sumkada yo boshqa. Bu borada Samsungda ajoyib funksiya bor. Telefon qilib qo'yib ishingizni qilaverasiz. Suhbatdoshingiz qachon telefonni ko'tarsa yoki trubkani qo'ysa, sizga vibratsiya beradi. Bilasiz уже telefonni olganini.